Avvalambor ushbu muhtasham to'yxonamizga, ya'ni Ellikqal'a tumanimiz go'zal va betakror Bo'ston shahrimiz bag'rida qad rostlagan Sultonsaroy atalmish muhtasham fayzli to'yxonamizga tashrif buyurgan, qadam rajida qilgan barcha qadrli eldoshlarimizga, to'yimizda ishtirok etayotgan barcha tabarruk muhtarama nuroniy ota-onalarimizga, qarindosh yaqinlarimizga, barcha qadrli eldoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Fayzli muhtasham to'yxonamizga, chiroyli keng yozilgan to'y dasturxonimizga xush kelibsizlar. Barchangizga to'yimiz avvaldan yuqori kayfiyat tilaymiz. Yoqimli ishtaqa tilaymiz. Mana bugun Alloh taolo nasib qilib Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Bo'ston shahrimizda yana bitta katta to'y, yana bitta katta shodiyona. Buning sababisi ushbu mahallamizda, tumanimizda, respublikamizda o'zlarining uzoq yillardan beri ko'plab sohalarda halol samarali mehnatlari bilan barchamiz uchun, qolaversa butun elimiz uchun, jamiyat uchun hurmatli bo'lgan insonlardan mana Habibulloh akamizni, Umida opamizning xonadonlarida bugun katta to'y, katta shodiyona. Buning sababchisi ularning suyukli farzandi, jigarbandi ko'zlarini oq va qorasi bo'lmish mana kuyov turamiz, qadrdon ukamiz Xushnudbekning chiroyli fayzli to'y davrasi munosabati bilan yig'ilishib o'tirmiz. Shu o'rinda bugungi to'y munosabati bilan ushbu sulolamizni barcha hurmatli vakillarni, barcha a'zolarni chin dildan samimiy muborakbod qilamiz. Qolaversa, ana shu ikkala yoshimizdan yaratgandan Alloh taoladan baxt va saodat tilaymiz. Ana shu kelgusida sulola vakillariga o'xshab, ya'ni ota-bobolariga o'xshab, ona momalariga o'xshab el yurt koriga yaraydigan, el yurt rivojiga hissa qo'shadigan solih va soliha muslim va muslima farzandlarni ota-onasi bo'lib yurishligini biz yaratgandan Alloh taoladan so'rab qolamiz. Va shu o'rinda ushbu farzandini baxti kamolni ko'rishdek bir bebaho baxtga musharraf bo'lib o'tirgan to'y egalariga, xonadon sohibi hamda sohibalarga ushbu hayajonli tarixiy lahzalar muborak bo'lsin deymiz. Va endi barchangizga yuqori kayfiyat tilaymiz va bugungi to'y kechamiz munosib ravishda esda qolarli bo'lib o'tishi uchun bugungi to'yimizga taklif qilingan va tashrif buyurgan xushoboz xonandamizni badiiy sahnamizga mamnuniyat bilan chorlab qolamiz. Ana undan oldin eslatib o'tamiz, bugungi to'yimizni chiroyli qilib, ajoyib qilib, eng so'nggi rusumdagi texnikalar bilan esdalikka olayotgan eng zamonaviy, eng professional studiyalardan Tullo studiyasi bugungi to'yimizda xizmatda bo'ladi. Qolaversa, shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz lozimki, bugungi to'yimizga yetib kela olmagan, olisda yurgan, safarda yurgan yaqinlar bo'lsa, ulashib qo'yamiz, yetkazib qo'yamiz. Bugungi to'y kechamiz Tullo studiyasini YouTube ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy kanalda jonli ravishda efirga uzatiladi. Bugungi to'yimizni offline balki onlayn tarzda ham kuzatib borsak bo'ladi. Qolaversa, bugungi to'yimiz yana ham chiroyli, fayzli, mazmunli, shuning bilan birgalikda esda qolarli bo'lib o'tishi uchun ajoyib xushovoz xonandamiz. Shu o'rinda faxr bilan aytib o'tishimiz lozimki, mana bugungi to'yimizda ustoz san'atkor uzoq yillardan beri mana shu elimizni yaxshi kunlarda, to'ylarda, bayramlarda xizmatda yurgan ko'plab shogirdlarni, munosib ustozni mana Qadamboyga Davletov boshchiligidagi bir guruh san'atkorlarimiz. Qolaversa, mana mumtoz hamda estrada qo'shiqlarining mohir ijrochisi, O'zbek Qoraqalpoq san'atida o'z o'rniga ega bo'lgan xushoboz xonandamiz, Qoraqalpoq elining eng serqirra ijodkorlaridan mana estradamiz yulduzli vakillaridan G'ulomjon Davletov boshchiligidagi bir guruh san'atkorlarimiz. Yonlaridan nafaqat tumanimizni, qolaversa respublikamizni ko'zga ko'ringan sozandalari mana Muhiddin akam, O'rozboyev, qolaversa Otabek Sultonovlar xudo xolasa xizmatda bo'ladi. Raqqosa qizimiz Kamina Suxondon, Xursandbek Karimov, qolaversa bugungi Sultonsaroy to'yxonamizning rahbariyati, barcha xodimlari bugungi to'y kechamizni chiroyli bo'lib o'tishga o'zlarining munosib hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Demak, to'yimizga tashrif buyurgan, qadam ranjida qilgan barcha mehmonlarimizga, mezbonlarimizga yuqori kayfiyat, yuqori madaniy xordiq, yoqimli ishtaha tilagan holda badiiy sahnamizga kechamizning mezbon xonandalaridan xushovoz xonandamiz G'ulomjon Davletovni taklif qilamiz. Marhamat.